o'g'lim, bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa bir kun emas, bir kun o'limni men totaman-ku. O'g'liga taskin beribdi. 2 kun o'tgandan keyin hoji aka o'libdi-da. Yo'lib, kafallanib, o'lik tashiydigan mashinada namozga olib chiqib ketishyapti. Magazinda oldiga mashina to'xtaydigan joyga qo'yib, hoji akaga berib qo'yay xatni deb yugurib kirib hoji akani chaqirsa chiqibdi. Dadam shu xatni sizga beruvdilar, o'qirkansiz. Shunday xatni ochib, o'qib, u ham orqasidan gursatib yiqilibdi. Nimaga bu hoji aka ancha-munchaga yiqilmas edi, bu xatda nima deb yozilgan ekan deb xatni ochib o'qisa, xatda yozilgan ekan. Hoji aka, siz aytgandek men bu dunyoda boradigan odam topolmadim oldiga. Hech kimga bir gapni gapira olmay qoldim. O'zini huzuriga ketyapman, haqni huzuriga. Ilojini qilsangiz bormen debdi-da. Kim ilojini qilolmaydi? Kim ilojini qiladi, bormaslikni. Orqasidan mana ketdi-yu asrga to'g'rilab.